Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi darsligimiz angiologiya bo'limiga start berdi. Xudo xolasa endi bo'lib ham yurak anatomiyasi haqida gaplashamiz. Juda ham qiziqarli darslik bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, doimgidek videoni qismlarga bo'lgan holatda gaplashamiz. Birinchi qism bu yurakning sintopiya hamda galotopiyasi. Yurak lotinchasi cor, o'zbekchasi yurak tumanadi, buni bilamiz. Xo'p, uning sintopiyasi qaysi organlar bilan qo'shni? Yurak mediastinum anteriorusida joylashgan o'sha traxeya bronxlar bo'lsin, qizilungach, o'ng va chap o'pkalar bilan bevosita chegaralanadi. Galotopiyasi o'sha ko'krak bo'shlig'ida joylashgan, asosan ko'krak bo'shlig'ining chaproq tomonida joylashgan, nisbatan chap tomoniga o'tadi. Buni sklerotopiyasi bilan alohida gaplashamiz, xudo xolasa, va mediastinum anteriorusida joylashgan bo'ladi. Endi uning bo'limlari haqida gaplashsak. Yurak 4 ta bo'limdan tashkil topgan. O'ng chap bo'lmalar, o'ng chap qorinchalardan tashkil topgan. Atrium dextrum et ventriculus dexter. Xo'p, endi atrium dextrum haqida gaplashsak. Rasmga to'xtalamiz. Atrium dextrum. Atrium dextrumga quyidagi tuzilmalar ochiladi. 3 ta tuzilma. Bular vena cava superior, vena cava inferior hamda ostium sinus coronari ochiladi. Ostium sinus coronari. Bu qayda joylashgan desa, vena cava inferior bilan ostium atrioventricularis dextrum, ya'ni 3 tabaqali klapan va past kavak vena orasida joylashgan hisoblanadi. Bu yurakning xususiy qon tomirining venasi hisoblanadi. Mana shunaqa shaklda ochilishlari ekan. Endi quyidagi tuzilmalar bor. Tuberculum intervenosum, vena cava superior hamda inferior orasida tuberculum bor. Bu tuberculum o'sha lower tog'achasi deyiladi. Embrional vaqtida vena cava superiordan to'g'ridan-to'g'ri qonni o'ng qorinchaga o'tkazish vazifasini o'tagan. Yana fossa ovalis bor. Fossa ovalis bu septum interatrialis, ya'ni o'ng va chap bo'lmachi orasidagi to'siqdagi fossa. Bu embrional vaqtida foramin ovali bo'lgan, tug'ilganning dastlabki yillarida, demak, dastlabki oylarida bitib ketadi. Bitmasa patologiya. Xo'p, demak, septum interatriali orasida joylashgan hisoblanar ekan. Yana demak, mana shu tuzilmalar bor. Xo'p, o'ng bo'lmachi haqida edi. Uncha ko'p narsa yo'q. Bundan tashqari auricula dextrasi bor. Auricula quloqcha. Mana chiqib turgan tuzilmani ko'rishingiz mumkin, quloqcha, auricula dextra. Auricula dextra shuni olib ichini qaraydigan bo'lsak, muscus pectinati, mana bu rasmda ham ko'rilgan muscus pectinatilar bor. Ya'ni taroqchasimon muskullar. Shunaqa shaklda ekan. Endi o'ng qorinchaga o'tsak. O'ng qorincha lotinchasiga o'sha ventriculus dextrum deb ataladi. Endi bitta ochilishlarni gaplashib olsak. O'ng va chap qorincha orasida ostium atrioventricularis dextrum joylashgan. Ya'ni o'ng va chap bo'lmachi orasidagi ochilma. Bu ochilmani demak 3 tabaqali klapan himoyalaydi. Buning nomi o'sha valva tricuspidalis, ya'ni 3 tabaqali klapan deb ataladi. Endi valva tricuspidalisning quyidagi qopqoqlari bor. Qopqoqlar cuspis deb ataymiz. Bular cuspis anterior, cuspis posterior hamda cuspis septalis. Demak, anterior, posterior, septalis. O'ng, demak, oldingi, orqangi hamda septal cuspis qopqoqlardan tashkil topgan ekan. O'ng qorincha. O'ng qorinchada quyidagi tuzilmalarni sanab o'tamiz yoki ko'ramiz. O'ng qorincha. Ichiga qaraydigan bo'lsak, g'adir-budur tuzilmalarni ko'rishimiz mumkin. Buni nomi trabeculocarnea, ya'ni tursimon tuzilma. Mana shu tursimon, ya'ni trabeculocarnea joylashgan. Bu o'sha bevosita yurakning qon haydashda ahamiyatiga ega. Muscus papillarislar. Muscus papillarislar bular xorde tendiniya orqali o'sha cuspislarga, 3 tabaqali klapan yoki klapanlarga bog'langan bo'ladi. Buning vazifasi o'sha yurak qisqargan vaqtida klapanlar tortiladi va yurak klapanlar ochilib, o'ng va chap bo'lma orasida yo'l hosil bo'ladi. Ya'ni qonni o'tishda asosiy. Bo'shashgan vaqtida esa o'ng qorincha qisqargan vaqtda, ya'ni klapanlar yopilib, o'z funksiyasini mana shunaqa shaklda bajarib ketadi. Bu fiziologiyasi. Demak, o'ng va o'ng qorinchalar o'rtasidagi o'sha bog'lanishlar xuddi shunaqa. Menimcha hammasi gapirildi. Endi chap tomonga o'tsak. Atrium sinistrum, ventriculus sinistrum. Rasmga to'xtaymiz. Demak, o'ng va chap bo'lmaning deyarli farqi yo'q. Quyidagi farqlar bor ochilishlarda. Demak, chap bo'lmaga 4 ta o'pka venasi ochiladi. Ya'ni ostium vena pulmonalis. Yuqorida ikkita, yonboshda ikkita. Qizil bilan ko'rsatilgan mana shunaqa shaklda.
fossa ovalis bunda ham bor, auricular sinistrasi bor, buni ham ichini ochib qarasak muscus pectinati ko'rinadi. Yana ostium atrioventricular sinistra bor, ya'ni o'ng va chap qorinchani bog'lab turuvchi ochilma bor. Bu nom o'sha. Bu dextra edi, bu sinistrasi va bu yer o'rtada valva mitralis joylashgan. Ikki tabaqali klapan yoki boshqacha nom valva bicuspidalis. Va buni ham cuspis anterior, cuspis posteriorlar ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa shaklda pastga tushgan. Chap qorinchada ham quyidagi tuzilmalar bor. O'sha trabeculi carnea bor, muscus papillarislar bor. Muscus papillaris bevosita xorda tendini orqali mitral klapanga bog'lanadi. O'sha qisqargan vaqtida ochilib, qonni chap qorinchaga tushishda ahamiyatli ekan. Endi ko'radigan bo'lsak, ochishlar. Chap qorincha demak ostium aorticusga ochilib ketadi. Ostium aorticusga mana shunaqa shaklda yoki katta bir rasm sifatida ko'radigan bo'lsak, mana klapanlar bilan birga ko'rsatilgan yarmoysimon klapanlar. Ularni nomlaymiz valvula simulunaris. Valvula simulunarislar. Klapanlar ko'radigan bo'lsak, alohida erkin uchlari hamda qirralari tafovut qilingan. Erkin uchlarni biz nodules deb nomlaymiz. Qirralarni esa demak lunuli valvulorium simulunarium deb nomlanadi. Bu esa nodules simulunaris hisoblanadi. Bu yarmoylik aynan aorta, ya'ni aorta sinusida katta ahamiyatga ega. Chunki sinus aorticusdan bilamiz, arteriya koronariyalar boshlanadi. Mana ikkita qora bilan ko'rsatilgan arteriya koronariyalar. Ya'ni qachonki chap qorincha qisqargan vaqtida qon haydaladi, klapanlar ochilib, bo'shashgan vaqtda esa qon yana qisman orqaga qaytib, ushbu sinuslarga to'planadi va sinuslardan bevosita arteriya koronariyalarga yo'l oladi. Yana bitta narsani aytib o'tmabman. Demak, o'ng qorinchadan demak bevosita boshlanadi ostium truncipulmonalis joylashgan. Va u yerda ham o'sha 3 ta yarmoysimon klapanlar bor. Bular haqida ham gaplashib o'tamiz. Mana shu. Demak, yurakda o'sha bo'limlar. Endi yurakni yumshoq skeleti haqida gaplashsak, yurakning yumshoq skeleti rasm sifatida ko'ramiz. Yurakning yumshoq skeleti demak vazifasi, ikkita vazifasi bor. Klapanlar mustahkamligini ta'minlash, o'sha ostiumlarni shaklini saqlab turish vazifasini o'taydi. Quyida yurakning yumshoq skeletlari. Bular trigonium fibrosum dexter, trigonium fibrosum sinister, annulus fibrosus dextris sinister, annulus fibrosus aorticus et truncipulmonalis. Endi bularga gaplashib o'tamiz. Rasmda alohida ko'rsatilgan mana bu annulus fibrosus dexter, annulus fibrosus sinister. Annulus fibrosus dexter joylashgan bo'ladi ostium atrioventricularis dextrada. Mana bu yerda ko'rayotgan rasmingiz yurakni gorizontal kesmasini olib qo'yilgan. Klapanlargacha bo'lgan qismini kesib qo'yilgan va bu yerda 3 tabaqali klapan, 2 tabaqali klapan, aorta hamda truncipulmonalisni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 3 tabaqali klapanni bitta nomlab o'tamiz. Demak, cuspis anterior, cuspis posterior, cuspis septalis. Buni cuspis anterior, cuspis posterior. Xuddi shunaqa, demak, aorticus ham truncipulmonalis. Valvula simulunaris posterior, valvula simulunaris dextra, valvula simulunaris sinistra. Truncipulmonalis, valvula simulunaris dextra, sinister yuqoridagi anterior hisoblanadi. Mana shunaqa shaklda. Endi annulus fibrosus dexter demak 3 tabaqali klapan atrofini halqa shaklda o'raydi. Annulus fibrosus sinister 2 tabaqali klapan atrofini o'raydi. Annulus fibrosus aorticus aorta atrofini, truncipulmonalis o'pka poyasi atrofini o'rab turar ekan. Endi trigoniumlar bor. Trigonium fibrosum dexter sinister. Trigonium fibrosum dexter qayerda joylashgan desa, ostium aorticus bilan demak o'sha 3 tabaqali klapan ochiladigan hamda 2 tabaqali klapan ochiladigan joylashgan o'rtasida joylashgan bo'ladi. Mana shu o'rtasida. Demak, trigonium fibrosum dexter. Sinistrasi xuddi shu aortani, aorta ochilish joyini 2 tabaqali klapan bilan bog'layotgan joyda joylashgan bo'ladi. Mana shu shaklda. Bu yurakning yumshoq skeleti. Xo'p, o'tkazuv tizimi. Juda ham qiziq tuzilmalar, o'tkazuv tizimi ayniqsa eng qizig'i. Demak, gaplashib o'tdik hozircha qayerda joylashganligi, bo'limlari va yumshoq skeleti. Menimcha tushunarsiz narsa qolmadi. Endi yurakni o'sha o'tkazuv tizimi haqida gaplashsak. Bu yurakning eng muhim tuzilmasi hisoblanadi, chunki yurakni o'sha fiziologik jihatdan normal ishlab turishi aynan mana shu bilan bog'liq. Xo'p, o'tkazuv tizimining ahamiyati nimadan tashkil topgan? O'tkazuv tizimi bu o'sha vegetativ nerv sistemasi tomonidan innervatsiyalanadi. Vegetativ nerv sistemasi odam ixtiyoriga bo'ysunmaydi. Shuningdek, yurak ham demak odam ixtiyoriga bo'ysunmaydi.
Demak, simpatik hamda parasimpatik nervlardan tashkil topgan. Simpatik nervlar yurak urishini tezlashtiradi, parasimpatik nervlar esa sekinlashtiradi. Mana bu yurak bo'ladigan bo'lsa, simpatik nerv sistemasi keladi, o'tkazuv tizimiga impuls beradi, bo'ldi. Yurakni ichigacha hech qanaqa tarmoq bermaydi, ya'ni ichiga kirmaydi. Parasimpatik ham xuddi shunaqa. Faqat parasimpatik yurakni shuni sekinlashtirib turadi. Endi yurakni o'tkazuv tizimini birma-bir gaplashsak. Xo'p, sinoatrial tugun, nodus sinoatrialis. Birinchisi sinoatrial nodus yoki Kesflek tuguni. Bu yurakning birinchi yuqori qismidagi boshqaruv tizimini o'rnatgan katta bir tugun hisoblanadi. Ya'ni majoziy ma'noda katta, ya'ni o'sha yurakni to'g'ridan-to'g'ri o'sha aynan normada 60-100 ta urib turishini ta'minlovchi tuzilma. Yani tugun. Nodus sinoatrialis bu qayerda joylashgan? Vena cava superior hamda auricula dextralar orasida joylashgan deyiladi. Mana bu yerda taxminan. Mana shu yerda joylashgan, qizil bilan ko'rsatilgan bu yerda. Mana shu demak Kesflek tuguni. Kesflek tugunidan endi tarmoqlar chiqadi. O'ng va chap qorinchalarga tarmoqlar chiqadi. Va bu tarmoqlarni biz nomlaymiz ramus dextre sinister. Mana bu yerda yozib qo'yamiz. Nodus sinoatrialis dextre sinister. Ramus dextre shoh qolib ketibdi. Xo'p, endi o'ng tomonga ketayotgan o'ng bo'lmani, chap tomonga ketayotgan chap bo'lmani demak innervatsiya qiladi, ya'ni boshqaradi. Demak, o'ng tomonga ketayotgani mana bu 3 ta trakt bilan traktni hosil qiladi. Bachmann, Wenckebach, Torel. Mana o'ng qorincha deb tasavvur qilayotgan bo'lsak, oldindagisi Bachmann, demak, o'rta Torel, orqa tomonga Wenckebach. Mana shunaqa shaklda old, orqa yonboshlarni innervatsiya qilib ketadi. Chap tomonga ketayotgan o'sha chap tomondan shoxlar hosil qiladi. Endi bu olimlar nomiga nomlangan. Keyingisi Bachmann trakti, fasciculus intratrialis. Endi bu tarmoqlar bu yerda Kesflek tugunidan chiqdi, sinoatrial tugunidan chiqdi. O'rtada demak septum intratrialidan kelyapti. Mana shu tugunni biz Bachmann trakti deb nomlaymiz va bu traktni boshqacha nomi fasciculus intratrialis deb nomlarkanmiz. Fasciculus intratrialisdan keladi va mana bu yerda o'sha sal o'ngroqda joylashadi. 3 tabaqali klapanning yuqoriroq qismida biz ashiq tovar tuguniga ko'zimiz tushadi. Nodus atrioventricularis. Ana mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Ashiq tovar tugunini ko'radigan bo'lsak, bu ashiq tovar tuguni demak ikkinchi tugun hisoblanadi. Ikkinchi tugun demak bu intratrialdan kelgan signalni endi qorinchalarga berish aynan qismi hisoblanadi. Buni ko'radigan bo'lsak, sekundiga 40-60 ta impuls hosil qilish tutadi. Endi buni fiziologiyasini hali gaplashamiz. Unga chalg'imay turamiz. Demak, bundan keyin giz tutami boshlanadi. Ashiq tovar tugunidan giz tutami o'rtada. Giz tutami qayerda joylashgan desak, lokalizatsiyasi septum interventricularis bor. Boya aytib o'tmoqman. Uzr, septum interventricularis unga chap qorincha o'rtasida to'siq hisoblanadi. Bu o'sha to'siqni o'zi ikkiga bo'lingan. Muskulyar qism hamda membrana qismdan tashkil topgan. Muskulyar qismi ko'rinib turibdi, membrana qismi mana yerda, membrana qismi. Ana shu membrana qismi joylashgan qismda giz tutami joylashgan yoki uni boshqacha nomlaymiz. Nod demak giz tutami yoki fasciculus atrioventricularis, ya'ni bo'lmacha hamda qorincha orasidagi yo'l fasciculus. Giz tutamidan keyin giz oyoqchalari boshlanadi. O'ng va chap giz oyoqchalari. Bu demak septum intermuscularisning o'ng va chap tomonidan keladi va qorinchalar bo'ylab pastga tushib boshlaydi. Ya'ni o'sha to'siq bo'ylab pastga tushib, ikkita lateral chekkaga nima deydi, shoh tarmoqlar beradi. Va bu tarmoqlardan chiqqan yana qo'shimcha tarmoqlarni biz Purkinje tolalari deb ataymiz. Purkinje tolalari. Mana shunaqa shaklda joylashgan bo'ladi. Mana demak, sinoatrial tugun, ikkita tugundan sinoatrial tugun hamda ashiq tovar tuguni, sinoatrial hamda ashiq tovar tuguni va o'rtada joylashgan yo'llarni aytdik. Intratrial yoki boshqacha nomi Bachmann trakti hamda atrioventrikulyar fasciculus yoki boshqacha nomi giz tutami va undan chiqqan oyoqchalar va Purkinje tolalar va bo'lmachalarga yo'l olgan ramus dextre sinister yoki boshqacha nomi o'ng tomonga bo'lganlar o'sha Bachmann, Wenckebach, Torel yo'llari chap tomonga joylashgan o'sha chap ramus sinistralar deb aytib o'tdik. Endi yana bitta narsani aytib o'tay, demak noduslarga bo'linadi, yo'llarga bo'linadi. O'zi yurakni o'tkazuv tizimi ikki xil hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Bu qanaqa hujayralar desa, bular Purkinje hujayralar hamda pacemaker hujayralaridan tashkil topgan.
Purkinje hujayralari bu pacemaker hujayralari faqatgina ashif tovar tugunida bo'ladi. Qolgan hammasida demak Purkinje hujayralaridan tashkil topgan. Pacemaker faqat bunda. Purkinje hujayralari yuqoridan pastga qarab joylashgan hujayralar bo'ladi. Ashif tovar chizib ko'rsatdik. Demak, Purkinje hujayralari mana shunaqa shaklda joylashgan hujayralar hisoblanadi. Ashif tovar tuguniga kelganda esa bular perpendikulyar joylashgan hisoblanadi. Shuning uchun ham undan keyin distotam ham mana shunaqa shaklda davom etadi. Demak, shuning uchun ham bo'lmacha va qorinchadagi qisqarishlar, ya'ni bo'lmacha qisqaradi, keyin qorincha. Sababi shunda. Impuls bir xil keladi va mana bu yerda biroz ushlanib qoladi. Chunki bu yerda perpendikulyar joylashgan. Impuls o'tish qiyin. Ham bu yerda hujayralar o'rtasida nexuslar kam. Shuning hisobiga o'tish qiyin bo'ladi va biroz ushlanib qoladi. Mana shu biroz ushlanib qolishini kifoya qiladi o'ng va chap qorinchaning qisqarishlar soni farqlanib qolishiga va qorinchaga o'tib ketadi. Mana shunaqa shaklda ekan. Demak, yurakni anatomiyasi mana shunaqa. Hozir endi fiziologiya qismiga qisman o'tdik. Gaplashadigan qismimiz shu. Yurakning birinchi qismi, xudo xolasa, ikkinchi qismida skeletotopiyasi haqida ham gapirib o'tamiz.